Akalar, rizq Allohdan, lekin duo bilan, yaxshi amal bilan Allohdan so'ralsa, uni kengaytirib, ko'paytirib beradi deyishadi. Hozir Toshkentdan ketishimda, qaytishimda telefonga e'tiborli bo'lmasam o'tib ketib qolar ekanman. To'raqo'rg'on sentriga kelganimda mana shu xonadon egalari menga aloqaga chiqishdi. Почти chustdan o'tdim, sentrga yaqinlashib qoldim. Darvoza qilamiz aka. Telefon yaxshi bittada oldingiz deyishdi. Yo'lim ekan, hozir o'lchagani kirdim. Toshkentda o'zi 5 ta 6 ta lokatsiyalarda ishlarni bitirib, Namanganga qaytayotgan momentimda telefon qilishdi. Xudo xolasa, xalq xizmatidamiz. Niyat yaxshi. Vaqtida ishlarni bitirish, chiroyli sifatli odamlarni darvoza navesir shotkalar bilan ta'minlash bo'layapti. Ko'p joyda dizaynga o'zingiz yordam bering, maslahat bering deyshadi. Mana bu joyda haqiqiy ko'pchilikka isboti bilan video bo'lib qoldi. Qanaqadir life hack bo'ladimi? Bu joyda tumba chiqib ketadi, yon tomonga 30 sm. Bizda tumbaga joy yo'q. Chunki yuqoriga naveska stoyka qilingan. Shuni hisobiga biz darvozani 4.38 razmeridan 30 buyog'idan 30 sm buyog'idan darvozani qisqartirib, tumbalarni ham tushirib berishimiz mumkin. Kimnidir joyida shunaqa yuqoriga stoykalar qo'yilgan bo'ladi. Qaranglar, hozir biz tumbamizga bu joyda imkoniyat yo'q. Yuqoridan ham qisqartiramiz, patologik hisobiga qayramiz, pastdan stashkan 0 hisobiga joy tashab beramiz. Chunki ko'chadan ko'ra ichkari sal pastroq turibdi. Toza razmer, eniga 4.42. Bundan patologik hisobini chiqazamiz. Pastdan stashkan yeri 0 ni chiqazamiz. Aytilgan fason bo'yicha pullarni hisob-kitob qilib beramiz. Aka bilan kelish bo'lsa, xudo xolos chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.